Bu derazasini yopmasligi aniqmi? Ha, shef shunday degan. U tekshirmasdan aytmaydi. Biz orqa derazadan kiramiz. Sen uy eshigini kuzatib tur. Biror narsa sezsang, kelishgandek xabardor qil. O'sha kunlari otasi Bobirni uchuvchilar bog'iga olib bormoqchi edi. Otasi yoshligida uchuvchi bo'lishni orzu qilgan ekanlar. Ammo sharoiti bo'lmay o'qituvchilikni tanlabdilar. Bobir bilan ertalablari ko'chaga chiqib yugurishardi. Bobirga xudo xohlasa sen uchuvchi bo'lasan derdilar. Mana shu samolyotni dadasi sovg'a qilgan. Shunga Bobir uchuvchi bo'laman deb yuradi. Bolam bechora. Ota mehriga to'ymadi. Anvar, keldingmi? Mayli opa, menga ruxsat. Siz xavotir olmang. Bobirni menga qo'yib bering. Rahmat. Maktabda hali o'qishini davom ettiradi. Rahmat katta sizga. Sog' bo'ling. Mayli. Mayli, yaxshi boring. Voy ana, o'zi ham keldi. Ye, Bobir yaxshimisan? Men seni ustozing bo'laman. Qayerga? Bobur? Bobir, shoshma. Bobir. Bobir, shoshma! Bobir! To'xta! Anvar aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, daima yaxshimisiz? Bugungi talbiringiz sizdan chiqmadimi? Kelasizlarmi? Qabila ham shu yerda. Daima. Sizni tabriklayman. Ming bora zo'r. Bugun bora olmayman. Boshqa safar, maylimi? Uzr. Nima ham derdim. Xo'p, yaxshi o'tib oling. Men unga singling erim tufayli mayib bo'lib qolgan demayman-ku. Sud sizga bundan keyin tibbiyot bilan shug'ullanishni taqiqlaydi. Sizni qamoqdan asrab qolishning birdan-bir yo'li shu. Bu meni sizga qilgan eng katta yaxshiligim. Chaqirtirgan ekansiz, xo'jayin? Jondor bilan ishlaring yaxshimi? Yomon emas. U deyarli hamma kafelaringizga tarqatyapti. O'zini xo'jayindek tutyapti. Bo'pti. Ehtiyot bo'linglar. Bir gap bo'lsa meni xabardor qilarsan-a? Tushunarli, xo'p bo'ladi.
Temur, Labay. hammasi joyidami? Ha, hammasi joyida aka. Nosir aka, Hozir. Ha, menimcha klubimizni kuzatishyapti. bo'pti, qara. Xo'p bo'ladi. Hamma o'z joyida qolsin. Hech kim qimirlamasin. Mana bu yerga qo'l qo'y. Bekor qilyapsan. Yashirganingda foyda yo'q. O'zingga ziyon bo'ladi. Uzoq payt tashqarini ko'rmaysan endi. Yashirayotgan bo'lsang, demak sen ham teng sheriksan. Hali yosh ekansan. Senga achinaman. Lekin nachora, o'zing shu yo'lni tanlading. Men hech narsani bilmayman. Tasodifan kirib qoldim u yerga. Rost aytayapman. Unday bo'lsa, tekshiramiz, aniqlaymiz. Nimalar qilib qo'ydim? Ma, hammasini yoz. Qanday bo'lsa hammasini. Nomlarini, ismini, manzilini, hammasini yoz. Tushundingmi? Senga aytgandim ukam, faqat o'lib qutulasan. Jondor? Ha, men. Mana endi biyron tillaringni sug'urib olaman. Seni joningni olishga keldim ukam. Anvar, Anvar, nima turibsan bu yerda? Senga nima bo'ldi? Nega ranging oqarib ketdi? Kimga qarayapsan? Ustoz.
Nega aynan ustozning o'g'li? Xudo meni sinayaptimi? Yo ustozni ruhi bezovta bo'lyaptimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zi ham keldi mana. Shogirdlar Rasululloh chaqirtirgan ekansiz. Ha, chaqirtirdim. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Siz ishongan Sobirov mahalladagi bir xonadonga o'g'irlikka tushibdi. Jinoyat paytida qo'lga tushgan. Ajab bo'pti. O'zi unga shu kerak edi. Aytuvdim-a, o'shanda internetga yuboraylik deb. O'shanda yuragim sezgandi. Hammamizni sharmanda qildi. Endi maxsus maktabga ketishi aniq. Ikrom to'g'ri aytgan ekan. Jinoyatchini bolasi jinoyatchi bo'ladi deb. To'g'rimi? Inspeksiyaga. Xo'p, o'tiring. Faqat tezroq. Hop. Suratda uzoqlashib borgan sayin muzey ekanligini anglatuvchi narsalar ko'rinadi. Hey bolalar. Ha, nima? Bizani bo'pka o'g'irlik bilan qo'lga tushdi. Butun maktabda shu gap. Yo'q, qayerni o'maribdi? Qo'shni mahalladagi bir ayolni uyiga o'g'irlikka tushibdi. O'ziga o'xshagan 2-3 ta do'stlari bilan. Endi qulfni buzaman deb turganda, uyni egasi kelib qopti, qo'lga tushibdi. Voy, rostdanmi? Keyinchi? Keyin nima bo'lardi? Milis olib ketgan, endi qamaladi. Qoyil-e. Undan kutsa bo'ladi. Ota kasbini egallabdi-da. Hadi, lekin bilib qo'yinglar. Oramizda Boburning shogirdi bor. Men ustozlaringni telefonim haqidagi aytgan cho'pchaklarga umuman ishonganim yo'q. Shogird emas, balki sevgilisidir. Qo'chqor, nima demoqchisan? Uf, men senga u bilas dedimmi? O'zingdan o'zing meni jahl qilasan yoki o'sha senmisan? Bunaqa gaplaringni borib o'rtoqlaringga qilgin. Tuhmat qilyapsan-ku. O'ylab gapirgin, ustozga aytib beraman. Kimga aytsang aytur. Tortishmanglar. Nima gap, nima shovqin? Voy, o'qituvchi ozgina kechga qolsa sinfni boshlaringga ko'tarasizlar, a? O'tiring joyingizga. Ustoz, shu gap rostmi? Qaysi gap? Boburni militsiya olib ketgani. Bunaqa bema'ni gaplarni gapirgandan ko'ra darsga tayyorlaninglar. Bugun nazorat ishi olaman. Qani hamma o'rnidan tursin? Salomlashmaysizlarmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiringlar. Ibrat, tezroq bo'l-ey. Bolalar, gaplashmang. Savollarga aniq-tiniq qilib javob bering. Eshityapsanmi? Jimga ne? Jim dedim. To'g'ri yozyapsanmi? Men kimga aytyapman? Bo'ldi, gaplashmanglar dedim. Nozim? Nozim? Bor-ey. Ustoz, Nozimning mazasi bo'lmayapti shekilli. Nega? Bilmadim. Nima bo'ldi? Boyagina yaxshi o'tiruvdi-ku. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Nozim?
Bilmadim ustoz. Issig'ing borga o'xshaydi-ku. Hamshira chaqirtirish kerak. Ustoz ruxsat bering. Uyga ketay dedim shifokor. Mayli-yu, lekin bu ahvolda keta olasanmi? Ha, keta olaman. Ha, mayli, narsalaringni olib ola qol. Tinchlikmi? Olamni unaqa odati yo'q edi. Qo'li egrimas edi. Nima uchun urdim bilmadim. Gaplashdingizmi o'zi bilan? Nima deyapti? Gaplasha olmadim. Rustamjon ichkariga kirib ketdilar. Demak, kecha uyga qaytmaganmidi? Qaytgan edi. Kelib yotdi joyiga kirib. Soat 11larda eshik taqilladi. Militsiya ekan. Bo'ldi, yig'lamang. Boburni olib ketdi. Yonida 3 ta sherigi ham bor ekan. O'sha bu mag'rur bekorchi o'rtoqlari qildi hammasini. Hali ham qo'yib yuborishmadimi? Yo'q. Bo'pti, opa, yig'lamang. O'zingizni qo'lga oling. Men kirib chiqaychi, xo'pmi? Ana, Rustamjon ham chiqyaptilar. Rustamjon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima bo'ldi? Bo'yniga yopdi. Siz uyga boravering, oyi. Hozir sheriklarini tergov qilishyapti. Qo'yib yuborsa, uni o'zim uyga olib boraman. Bu yerda o'tirishingizdan foyda yo'q baribir. Anvarjon, bolaga achilayotganingizni tushunaman, lekin Sobirovni orasiga tushib bo'lmas ekan. U bilan 1 yildan beri shug'ullanamiz. Hech ham foydasi bo'lmadi. Men kafil bo'laman. Sobirovni o'zim kafillikka olaman. Shohida Rasululloh. Faqat siz menga imkon bersangiz bo'lgani. Iltimos, ilojini qiling, xo'pmi? Buni iloji bormi? Agar maktab kafillikka olsa, keyin keltirilgan zararni ham to'lash kerak. To'layman. Zarar anchagina. To'layman, ilojini qilaman, to'layman. Siz o'g'rin tarafini olyapsizmi? Bilasizmi? Bir o'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas deyshadi. Balki jinoyatga moyillik ham naslga tortsa kerak-da. Bobur otasiga tortgan. U ham jinoyatchi bo'ldi. Bilib bilmay gapirmasangiz bo'lardi, Halim opa. Voy. Uni otasi jinoyatchi emas. Otasi ham bir paytlar bir adashgan bolani jinoyatchilar qo'lidan asrab qolaman deb halok bo'lgandi. Sobir ustoz mard, jasur, mehribon ustoz edi. Siz buni qayerdan bilasiz? Uyga borib suratini ko'rib tanidim. U kishi meni ustozim bo'lgan. Hozir. Voy, assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Oyi, Oyi, kelishdi. mana arzandingiz. Hoy, keldinglarmi? Nima bo'ldi? Ha, o'qituvchisi boyagi yigit kafillikka oldi. Mard odam ekan. Qolgan gapni esa qahramonimizni o'zidan eshitasiz. Qilgan ishlarini jazosini bir gapirib bersin endi. Nimalarni boshlab yuribsan, Bobur? Jim tur. Yur bolam. Bor qara. Bolani menga ber. Xo'p, oling. Voy toychog'im o'zimni. Asal o'g'lim.
Qorning ham ochib ketgandir-a, bolam. Yuvinib olsang ovqatlanib olarding. Kechiring, oyi. Oyi, uni o'zingiz shunaqa taltaytirib yuborgansiz. Mana oqibati. Yuraversin shunaqa, takasaltang bo'lib. Boshqa unaqa qilmaydi opasi. Xo'p. Mayli oyi, biz endi ketamiz. O'tirsanglar bo'lardi. Ovqat yeb ketinglar. Yo'q, rahmat. Boraylik. Boburtoy aka, bu yog'iga ko'zingizga qarab ish qilasiz. U oshnalarni unuting. Bo'lmasa, boshqa oyingizni ham, bizni ham ko'rmaysiz. Tushundingizmi? Mayli oyi, yaxshi o'tiring. Mayli oyijon, mayli, yaxshi boringlar. Xo'p. Biroz o'tirsanglar bo'lardi. Bora qolaylik, uydagilar ham kutib qolishdi. Rahmat Rustamjon sizga. Xo'p, Mayli oyijon, yaxshi boringlar. Ko'rishaylik. Allo. Allo. Ramiz? Labay o'lmasaga? Said telefon qildi. Bolalaring militsiyaga tushganmish. Bu nimasi? Xavotir olmang. Bu voqeani biz ishga daxli yo'q. Daxli yo'q? Bolamayda o'g'irlik qilishgan. Hech qisi yo'q. Bunaqa o'g'rilardan uzoqroq yurish kerak. Bir zug'um qilishsa, hammasini aytib berishadi-ku. Ularning ishimizdan xabarlari yo'q. Aslida ularni qo'lga tushirgan ham men o'zim bo'laman. O'zing? Bu nima deganing? Ularni o'sha uyga tushishini bilardim. Egasiga xabar berdim. Vaqtida kelib qoldi. Buni senga nima qizig'i bor? Ularni sinab ko'rmoqchi bo'ldim. Bir-birini sotadimi, yo'qmi? Agar ular shu sinovdan o'tib olishsa, ularga ishonsa bo'ladi. Qamalib ketishsa-chi? Ayyo, xavotir olmang. Uy egasi bilan gaplashdim. Arizasini qaytarib oladi. Faqat qulf bilan derazani pulini to'lashsa bo'ldi. Bo'pti. Jondorga o'zing tushuntirasan. Eshitib jahli chiqyapti. Tushuntirdim. Hammasi joyida. Jondorga bu sinov usuli ma'qul keldi. Shundaydi. Aytganday. Nozimni yoningga yaqinlashtirma. Unga hech narsa bera ko'rma, tushundingmi? Tushunarli. Bo'pti. Xo'p. Bobur, bunaqa betayin yurishni oqibati shu, o'g'lim. Hey, menga qara. Onangga rahming kelmaydimi? Otang Sobir qanday odam deya rahmatli. Mahalla ko'y shunaqangi hurmat qilardi, bilasanmi shuni? Sen esa shunday vijdonli, samimiy bir inson o'g'lisan, ha? Bunday yomon ishlarni qilib yurishing uyat. Kechagi voqea senga saboq bo'lsin. Bizni ham, mahallani ham yuzini yerga qaratma bolam. Agar biror muammoing bo'lsa, mana bizga ayt. Biz senga begona emasmiz. Qo'limizdan kelgan yordamimizni ayamaymiz, Bobur. Onangni ko'p qiynamagan. Otangga munosib o'g'il bo'lishga harakat qilgan. Ko'zimga qara. Menga qara. Gaplarimni tushundingmi? Tushundim. Boshqa qaytarilmasin.
Yerga qarab yursang bo'lmaydimi? Voy tavba. Uyimga o'g'ri chiqdi. Voy qo'shnilar, voy yordam beringlar, musulmonlar, uyimga o'g'ri chiqdi. Bobur. Sen bilan gaplashib olishim kerak. Menga kafil bo'lganingiz uchun rahmat. Lekin men baribir maktabga bormoqchi emasman. Umuman olganda, men senga bir gapni aytishim kerak. Men dadangni tanirdim. Senga yordam berishimni menga dadang tayinlagan. Dadam vafot etganiga ancha bo'lgan. Ha, bilaman. Dadang meni ustozim edi. Kollejda men bir quloqsiz bola edim. Sobir ustoz meni ko'p marta adashishdan saqlab qolgan. Axir o'zing inshoingda yozgansan-ku. Sport irodani mustahkamlaydi. Agar o'zingni kuchsiz sezsang, sport bilan muntazam ravishda shug'ullangin deb. O'sha gapni dadang menga ko'p takrorlardi. Menga hamisha qani bir erkakchasiga gaplashib olaylikchi derdilar hamisha. Menga ishonmayapsan-a? Xohlasang uyimga yur. Rasmlarini ko'rsataman. Men u kishi bilan umrbod faxrlanaman. Otang haqiqiy qahramon edi. Men u kishining qanday jasorat ko'rsatganini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Ustoz, Sobir aka. Sizga nima bo'ldi? Ustoz, meni qo'rqitmang, iltimos. O'sha kuni dadam bilan samolyot parkiga bormoqchi edik. Men ko'p kutdim. Kelmadilar. Keyin bilsam o'lgan ekanlar. Bobur, sen shunday insonni o'g'lisan. U bizga hamisha erkak bo'linglar derdi. Senga ham shunday dermidilar? Bobur, otangning ruhi bezovta bo'lish kerak emas. Shuning uchun menga hammasini ochiq gapir. Ochig'ini ayt. Ey, Bobur! Mendan hech narsani yashirma. Hoy, to'xta. Nega darslarga qiziqmay qo'yding? Biron bir jiddiy sabab bormi? Aytganim bilan kim ham ishonardi? Nima haqida gapiryapsan? Ochiqroq gapir. Hammasi o'tgan yili boshlandi. Ko'p o'quvchilar dars qilib kelsam ham yaxshi baho qo'yishmasdi. Masalan kim? Masalan fizika o'qituvchimiz. Fizikadan yechgan masalamni Ikromdan ko'chirgansan dedi. O'zim ishlaganman desam ham ishonishmadi. Hammaning oldida izza qildi. Keyin maktabdan chiqayotganimda Ikrom Qo'chqorov bilan Ibrat yo'lni to'sib shart qo'yishdi. Qanaqa shart? Ha? Ikromni yo'liga to'g'anoq bo'lmasligimni. Sinfda bir o'zi a'lochi bo'lish kerak ekan.
O'qituvchilar ham faqat uni deydi. Hammasini tili bir. Nima, o'qituvchilar ham sendan shuni talab qilishdimi? Yo'q. Lekin ularni Ikromning otasidan sovg'a olib turishini hamma biladi. Shuning uchun ham Ikromning bahosini oshirib berishadi. Ha, yo'q, Bobur. Sen xato fikrlayapsan. O'qituvchi bir o'quvchidan qahramon yasayman deb, ikkinchi o'quvchini iste'doddan ko'z yuma olmaydi. Bunga kasb etikasi yo'l qo'ymaydi. Bu yerda biron bir tushunmovchilik bo'lganga o'xshaydi. Mana, siz ham ishonmayapsiz. Yo'q, Bobur, men senga ishonyapman. Lekin seni xato o'ylayapsan deb hisoblayapman. Menga aytchi, Ikromni o'zi ochiq talab qildimi sendan? Gapir. Ana, kelyapti. Nima qilganing bilasanmi? Qo'yvor. Sen gapiryapman. Hali meni izza qiladigan bo'lib qoldingmi? Senga o'zi 5 baho nima keragi bor? Ha, 5 olib kim ham bo'larding? Qulog'ingga quyib ol. Men bilan raqobatlashib o'tirma. Hech qachon, tushundingmi? Aytganimni qilmasang, seni tinch qo'ymaymiz. Shu maktabni bitira olmay o'tib ketasan. Tushundingmi? Nega shuni ustozlaringga aytmading? Ular baribir ishonishmasdi. Maktab Ikromniki bo'lib qolgan. Meni Ikromga hasad qilyapti. Ichi qora deb o'ylashadi. Ular meni sigaret chekmasligimga ham ishonishmadi. Aybni menga qo'yishdi. Endi meni eshit. Ertadan maktabga chiqasan. Ko'chada sang'ib yurishning oqibatini mana o'zing ko'rding, ha? Biz ishni 1 yil oldingi masalani hal qilishdan boshlaymiz. Tushundingmi? Mana ko'rasan, hali hammasi iziga tushadi. Faqat sen maktabga chiqsang bo'lgani. Hammasini yuzma-yuz erkechasiga gaplashib olamiz. Dadang ham hozir hayot bo'lganlarida albatta shunaqa dedilar. Xo'sh, kelishdingmi? Ha? Yaxshi. Ana endi uyingga bor. Ertaga sen bilan birga maktabga boramiz. Hammasini tushunding degan umiddaman. Bor, bora qol.